ayam pasporti desangiz, o'shanga qarab keyin qo'yib yuboraman aka. Tushundingizmi? Yo'q, hozir men umuman gapingizga tushunmayapman. Hozir davenisi bo'lish kerak. Men o'g'il bo'lmagan taqdirda sug'urtani o'zi bilan haydab yuribman, sug'urtani o'zi bilan haydab yurib, sug'urta qildirib olaverasiz deyapman. Siz mana mashinada egasini hujjatini bering. Masalan, AES'ligini qanaqa qilib bilamiz aka? Yo'q, shuncha joyda gay to'xtatib dokumentlarimni ko'ryapti-da, bironta bir aytmayapti. Ayam desangiz shunday qo'yib yuboryapti, to'g'rimi? Yo'q, onamligini aytyapman, bo'ldi shu qo'yib yuboryapti. Qani AES'da masalan hujjatini bering deyapman sizga. O'shani. Yo'q, men hujjatni o'zida yuradi aka. Nimaga o'zida yuradi? Nimaga olmagansiz aka? Yo'q, mashinada nima qiladi? O'zi hujjatni o'zi kerak. Jarim maydon qo'yib qo'yaman. Tegishli hujjatlarni deb AES hujjatini olib chiqib ketaverasiz aka. Qandayligini o'z ko'rasiz aka. Qandayligini ko'rasiz. Hozir ma'muriyat bo'limimizga uchrashasiz, borib. Gay so'rovdi, ayam hujjatini so'radi, ta'lim qila olmadim. Ona bolaliklariga qanaqa dakaz qilib berasan deb aytdingiz. Hozir shu asos bo'lganmi? Ha, aka, aytyapman-ku mana. Yo'q, siz bu kamerangiz ishlayaptimi? Qasddan qilmayapsizmi? Nima uchun qasddan qilaman aka mana? Keling, mana sal balandroqda bizniki. Mana, ko'rindimi? Yo'q, hozir men shunga tushunmayapman. Aka, men sizni tanimasam, yo birinchi marta ko'rib turgan bo'lsam, qanaqa qasddan qilaman sizga? Savol. Yo'q, dokumentimda kamchilik bo'lmasa. Mana o'shancha aytyapman mana. Onangizligini ko'rsatib bering, bo'ldi. Masalan, mana ayamni hujjati desangiz, shunda ko'raman-da bo'lib ketavering deydi. Abdurayimova Farida, G'ayratovna. Ha. Yana nima kerak? Endi bilmadim endi. Qanday ismlasizmi? Abdurayim Sobirjon. Ana. Tavba qilmang, birinchi marta eshityapman ona bola. Aka, siz tavba qilmang. Aka, siz o'zingizga o'zingiz aqlingiz yetmagan narsaga bilmayman, siz aniq. Hozir men dokumentni o'ziga shaxsiy hujjatida qarang aka. Ha. O'shani menga mashinaga solib qo'yishga majbur emas-ku. AES bilan dadangizga nikoh qog'ozini kopiyasini solib qo'yishingiz mumkin, to'g'rimi? Endi yog'ini bilmasak endi hamma joyda. O'shada aqlingiz yetmaydi-da. Aqlingiz yetmagan narsaga men buni tortishyapman. Hech qayerda unaqa nikoh qog'oz boshqa deb so'ramagan lekin aka. Siz o'zingiz noto'g'ri aka. Qayerdan siz? Zomindanmi? Zominning o'zidanman aka. Ana o'chib turing-da, zo'rga gapiraman. Aytavering aka, sizga zo'rga gapiraman. Ommaga chiqaramiz bo'ldi aka. Aka, ommada chiqaravering, hech aniq effekt bermaydi u. Aka, ommaga chiqar. Aptechkaga pullaringiz bormi aka, transport jihozlaringiz? Oling aka. Bor. Oling aka, ko'rsating. Ommaga chiqarasiz. Uyingizga borib, kiruvizida qo'ying. AES bilan ko'rasiz. Yo'q, o'zi to'xtatish sabablarini ham so'ramadingiz aka. Zominliklarga tekin kasal bo'libdi-ku. Yo'q, to'xtatish sababini aytmadingiz aka birinchidan. Aka, to'xtataveraman aka. To'xtatishning sababi nima aka? Xohlagan mashinani to'xtatib, hujjatini tekshiraman aka. Yo'q, mayli, siz to'g'ri tushunyapman aka. Siz aka bilib qo'ying aka. Siz to'g'ri tushunyapman aka. Boya gapimni esingizdan chiqarmang, uyga borib televizorga olaylik, kim bilan ko'rishingizni ham aytdim-ku aka. Yo'q, mayli, tushunyapman aka siz ham. Aptechka buni ichidan olganman lekin. Aptechka. Voy so'raganim bittadan tashlab kelgan edim. Ichida bintlarini. Ha, dada. Aptechka to'liq emas aka. Yo'q, ichida narsa tashlab keldim deyapman-ku, so'raganda. Nima uchun tashlab keladi aka? Endi yordam qildi-da, berib yubordi. To'ldirib qo'yman. To'ldiramiz endi. Qanday? Spir, paxta, jigut, endi o'sha birinchi yordam o'sha kerak bo'ladi-da, tashlab kelgan bo'ldi. Mana, spiskasi. Yo'q, tushunyapman sizni. Mana, o'qib oling. Agnichta bilan bo'langan. Mana o'qib oling aka. Tushunyapman sizni. Aptechkada deyarli faqat o'zingizga kerakli dorilardan boshqa narsa yo'q. Yo'q, birinchi tibbiy yordam narsalarni tashlab kelganman deb aka, siz tushunyapman. Aka, to'ldirib qo'y, nima to'ldirib qo'ymagansiz aka? Endi ishdan chiqib endi kelyapman aka, to'ldir endi O'z sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiy ommaga chiqar, omma bilan sudga beray aka men. Bo'ptimi? Ayting. Siz to'g'ri tushunyapman gapimni. Asossiz ona bola ekanligiga ishonmayapsiz siz. Ishonmayman aka. Nima uchun? Siz asoslab bera olmadingiz-ku. Qanaqa nima uchun? Qaysi qonunchilikda bor aka o'sha nikoh qog'ozini mashinaga solib yurish kerak ekan ota-onasini degan. Onangizligini isbotlab bera olmayapsiz. Yo'q, men nimani dokazat qilishim kerak? Mana shu hujjat bera olmaysiz aka. Hujjat mana shu-ku. Sizga nisbatan yo'l qaraganim 3-3 qismida ma'muriy bayonnoma rasmiy e'tiroz yo'q, e'tirozim bormi? Yo'q, qanday chiqarmaysiz? Asossiz nimaga chiqarmaysiz? Ana aytyapman, ana aytyapman. Aptechka to'liq emas ekan deb. Tibbiy yordam ko'rsatib keling deyapman. Birinchi tibbiy yordam. To'ldirib qo'yishingiz kerak aka. Endi to'ldiraman. Aka nima? To'ldirmaganingizni yozib beryapman aka. To'ldirmaganingizni, tushundingizmi?
to'ldirmaganingiz yo'q deng. Telefonni qamaysiz. Bosh tortaman aka. Bo'ldi, bosh tortavering aka. Yo'q aka, banki. Bo'ldi aka. Sudga bering, imzo qo'ying aka. Imzo qo'ying. Yo'q, hech nima imzo qo'ya olmayman aka. Imzo qo'ya olmaysiz. Yo'q, uyda ruxsat bermay urishadi meni. Ayangiz bilan ko'ring bu video. Uyingizga borib, ayangiz bilan videoni ko'rasiz. O'rtoq xodim, sizga kim vakolat berdi haydovchining onasini qo'shib gapirishga? Alamzada bo'lgan xodimni haydovchi bilan bo'lgan muomalasi uchun ichki ishlar organi xodimlarining odob axloq kodeksi bo'yicha javobgarlikka tortilishi tarafdorimiz. Endi xodim aytgan hujjatga to'xtaladigan bo'lsak, haydovchi avtomobil egasi uning onasi ekanligini isbotlab berishga majburmi? Javob: majbur emas. Asos Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 12-apreldagi 172-son qarori 8-bandi. Haydovchi avtomobil egasi uning yaqin qarindoshi ekanligini e'tibor beramiz, davlat yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan aniqlanadi deb yozilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, yuqoridagi xodimning talabi noqonuniy hisoblanadi.